Mana qaranglar, qanaqa ketqizyapti. Mana bu yog'ini qaranglar, bu yog'ini qaranglar. O'xshadi. Bu layfhak ish berdi. Bitta oyoq kiyim yuvish bo'yicha bitta ajoyib layfhak ko'rdim. Keling shuni birgalikda sizlar bilan sinab ko'ramiz. O'xshaydimi yoki yo'qmi? Chayni soda va idish yuvadigan gel kerak bo'ladi. Demak, bunga idish yuvadigan geldan ozroq solamiz. Biroz chayni soda solamiz. Va aralashtiramiz. Mana hozir ko'piryapti. Mana endi qizimning kir bo'lgan kroksini yuvib ko'ramiz. Qanaqa zo'r toza bo'ldi. Mana do и после. Mana ikkalasini ko'ryapsizlarmi, qanaqa farqi bor? Mana bittada toza bo'lar ekan. Даже kir suvida bunaqa toza bo'lmas edi oyoq kiyim. Mana shundagina farq bilinib turibdi. Hozir endi bunisini ham ko'ramiz. Jonlar qaranglar qanaqa toza bo'ldi. Ichlarigacha mana ko'ryapsizlarmi? Mana ichlari yengidek bo'ldi. Albatta bu layfhakni o'zingizga saqlangiz qilib, yaqin dugonangizga yuborishni unutmanglar.